emas-ku. Hiqqichoq. Qarang, garchitsa olasiz 1 choy qoshiq. Undan keyin uydagi stalovoy ana bor-ku, uksus. O'shani aralashtirasizda, ozroq uni 1 choy qoshiq undan o'sasiz, 1 osh qoshiq uni kasha hosil qiling. Tengma-teng qilasizmi? Tushundingizmi? Garchitsa, stalovoy uksus. Aralashtirasiz, qilingizni uchiga surtasiz, 3dan 1 qismiga. Surtdingiz-a? Ha? Surtdingizmi? Ana o'shandan keyin 2-3 minut ushlab turasiz. Shunday ta'mi yomon bo'ladi. Noxush bo'ladi. Keyin chayib taylaysiz. 2-3 minutdan keyin. Hiqqichoq joyiga to'xtaydi deb yozilgan kitobda. Balki bundan oldin to'xtar. Siz xo'p deng. Siz aytganda qiling. Shunday qilib ko'ring. Garchitsa toping, tamom.